Tez yordam mashinasi shifoxonaga yana bir og'ir holatdagi bemor olib kelindi. Ma'lum bo'lishicha, baxtsiz hodisa qurilish obyektida yuz bergan. Erkakning oyog'iga kafel tushib ketgani aytilmoqda. Bugun shoshilinch ravishda yana bir bemorni olib kelishdi bizga. Tekshiruvlar natijasida bemorni qurilish obyektida o'zini ehtiyotsizligi natijasida tan jarohati olganligi ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng bemor tekshiruvlardan keyin oyog'ida ikkala to'pig'ining sinib sizishi aniqlandi va bemorga zudlik operatsiya qilindi. Bemor hozirda ahvoli yaxshi, qoniqarli. Xudo xolasa bemor chiqarishga tayyorlayapmiz. Oyog'idagi jarohatini nimadan olgan shunda? Bemor shu qurilish obyektida travma olgan, shu xavfsizlik qonun qoidalariga amal qilmasdan ishlagan. Shuning natijasida oyog'iga og'ir jism tushib ketish natijasida tan jarohati olgan. Endi bizning hisobda o'rta og'ir hisoblanadi bu tan jarohati. Ayni vaqtda ahvoli qanaqa endi? Ayni vaqtda bemor ahvoli qoniqarli. Necha kunda erkin harakatlanib yurishi mumkin? 2 oydan keyin sekin-sekin qadam qo'y boshlaydi. Xudo xolasa 5-6 oydan keyin umumiy yana og'ir mehnatga yoki bo'lmasam o'sha sportga qayta oladi. Bemor erkakka o'z vaqtida yordam ko'rsatilmaganida u oyog'idan ayrilib qolishi ham mumkin edi. Qurilish obyektida ishlovchi fuqarolar, takror va takror aytamiz, har doim ish vaqtida xavfsizlik qoidalariga amal qiling. Pul topilar, lekin yo'qotilgan sog'liqni hech ham topa olmaysiz.